Chorvalar bo'yicha tuzalgan bozori oldi soddasining ravnaqi Taxor viloyati markazi Toliqon shahrida Qurbon hayiti yovuq kelgani tufayli mavoshi va molu chorvalar bozori oldi soddasi Toliqon shahrida ko'paygan. Mazkur viloyatdagi qator jalloblar va qurbonlik oluvchilariga ko'ra, bu yil Taxor viloyatining ko'plab molu chorvalari mamlakatimiz necha viloyatlaridan vorid va kelishiga guvomiz. Biroq ular qiymati biltirga qaraganda o'ta ham yuqori va tepadir. Shu bilan ular Islom amirligining boshliqlari ayniqsa Taxor mahalla rasmiylaridan eslaydilar to chorvalar bahosining kontrol va ozaytirishiga jiddiy turda iqdom etsinlar. 25 yildan beri shuga mo'ljallarni qilamiz. Yozda xudo amaliyotimiz nimamiz yaxshidir. Bizdan nari amaliyotimizni bizda olsa, shuga har mardimni nima borsa, mazordan keladi, Qandordan, G'aznidan, tamom viloyatlardan shularga kelib mardim g'aribchiligini qiladi. Mol Foryobdan kelgan, mol Chiqcharondan kelgan, Mazordan kelgan, Samangondan kelgan, hamma yerdan falli xudo mol jamu jo'shdir. Mana shu holda Taxor viloyatining ikinchilik sug'orish va chorvadorlik riyosatining sihhati hayvoni va chorvadorlik omiri va hamda chorvalar bozorining boshlig'i aytishlaricha, kun sayin ularning sihi va sog'lom temi bozorning nazorat va ko'rib o'tib, hech qanday mariz va kasal chorvalarning bozorga kelishiga ruxsat bermaydilar. Bizleri ko'rib turibdi 25 yurib yer. Qancha mol olib kelsa mol joy bo'ladi. Hamma yer ozod, molimdor yer. Xohishimiz nashi davlatdan nashi xohishimiz bor. Bu yerda bayat mushaxxas bir jo'llasa, bayat bega bir duval ursa, deyimim nashi sarayda mushaxxas bir saray chiqarsa ki robandi bo'lmasa, mardimga, bizni o'zimizga ham vatanimizga mushkulat ko'p pesh kelmasa. Ami hafta to hafta oyinda یک ادویه پاشی به اصطلاح سراسری در خود مال بازار این ولایت هم داشته باشیم تا ما بتانیم کوشش کنیم بخصوص یک مرض مشخصه که در این سالهای آخر در کسایی که با پروسس با کشتار با نگهداری مواشی سر کار دارن مرض تب خونریزی کانگو میگن که در انسان ها کشنده است او را کنترل کرده باشیم. Aytilishicha, Taxor viloyati Toliqon eski shahrida qaror topgan mol va chorvalar oldi sotdi bo'linadigan yangi bozor ekan 25 jirib yer mahdudasida Toliqon baladiya boshliqlari tomonidan tuzalib, unda kun sayin turli alvondalik mol va chorvalar mamlakatimiz boshqa viloyatlaridan ham keltirilib, xarid va furush va oldi sotdi bo'linadi.